Parvardigor İbrahimga mundaq dedi. Sen yurtingdan chiqib, otang va boshqa urug' jamiyatingdan ayrilib, men kuzatmoqchi bo'lgan yerga borgin. Men sening urug' avlodingni ko'paytib, ularni bir cho'ng xalq qilaman. Men sana baxt ato qilib, nomingni ulug' qilaman. Shunda qilib, kishilar sen orqali baxt topadi. Sana baxt tilaganlarga baxt ato qilaman. Sana la'nat o'qiganlarga la'nat yog'diraman. Sen orqali hamma millatlarga baxt ato qilaman. İbrahim 75 yaşında Parvardigorning yo'l yo'rig'i bilan Barhan shahridan ketdi. Lutmu uning bilan birga ketdi. İbrahim ayoli Saroh bilan jiyani Lutni va o'zining Haron shahrida topgan boyligi va qullarini elib Qanon rayoniga qarab yo'l oldi. Ular Qanon tavasi kirgandan keyin safirini davomlashtirib, Shakem shahriga yaqin Morah degan joydagi cho'ng bir dub darig'ining yeniga keldi. Bu chaqda Qanonliklar shu zaminda yashayotdi. Parvardigor İbrahimga ko'rinib, uningga Mana bu zaminni sening avlodingga taqdim qilaman, dedi. Şuna İbrahim u yerda o'ziga ko'ringan Parvardigorga atab bir qurbonlik supisini yasab ibodat qildi. Bu voqealardan keyin Parvardigor İbrahimga ko'rinib, uningga İbrahim, qo'rqma. Men sana qalqon bo'lib, nihoyatda zo'r in'om beraman, dedi. Lekin İbrahim, ey egam Xudo, mening farzandim bo'lmasa, sening bermoqchi bo'lgan inomingning foydasi nima? Mening birdan bir merosxo'rim Damashqdan kelgan chokirim Elazar bo'ladi. Sen menga farzand bermeding. Shunga mening taluqotimga chokirim merosxo'r bo'ladi, deb javob berdi. Oqidillo u Parvardigorning o'ziga yana chokiring Elazar sening merosxo'ring bo'lmaydi. Faqat o'zingdan bo'lgan o'g'illar merosxo'ring bo'ladi deganligini angladi. Shundan keyin Xudo uni tashqi elib chiqib, uningga osmonga qarab, yulduzlarni sanayalaydigan bo'lsang, sanab baq. Sening avloding ana shu yulduzlardek son-sanoqsiz bo'ladi, dedi. İbrahim Parvardigorning so'zlariga ishondi. Parvardigor uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi. İbrahim 99 yaşida Parvardigor uningga ko'rinib, men hammaga qodir Xudodirman. Sen davomli mening yo'limda menib, qusursiz odam bo'l. Men sen bilan tuzgan ahdamda ching turib, seni ko'p avlodlik qilaman, dedi. İbrahim yerga bosh qo'ydi. Xudo uningga mundaq dedi. Mening sen bilan tuzgan ahdam mundaq. Sen nurg'un millatlarning otisi bo'lasan. Hozirdan boshlab sening isming İbrahim emas, İbrahim, ya'ni nurg'un avlodlarning otisi bo'lsin. Chunki men seni nurg'un millatlarning otisi qilaman.
Men sana köp avlodlarni beraman. Ularning orasidan yangi xalq va podshohlarmu chiqadi. Men sen va kelgusidagi avlodlaring bilan tuzgan mangulik ahdamda turman. Men sening va avlodlaringning Xudosidirman. Sen hozir Qanonda musofir bo'lib yashayotsan. Ammo bu butun zaminni sana va sening avlodlaringga taqdim qildim. U sening avlodlaringga mangu miros bo'lsin. Men ularning Xudosidirman.